Ha, shunday degan, demak, omading kelib qopti o'sha payt. Ha, bir omadim keltirdi, nima deysan endi? Ha, yaxshi. Unda men boray hozir, o'zimning ishlarim bor, shunday ishlarimni bajarishim kerak. Ha, mayli, unda omad. Ha, senga ham. Yo, bolalar, hammaga salom. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Bolalar, mana hozir yana qishloq bilan gaplashib turgan edim. Mana bugun videomizni ham o'z огородimiz bilan shug'ullanishga harakat qilamiz. Xo'sh, unda ketdik. Men hozir uyimga kirib turib, eng birinchi o'rinda shu telefonimni olib olishim kerak bo'ladi. Xo'sh, qani endi telefonim? Mana va ketmonimizni ham olamiz. Ketmon ham kerak bo'ladi hozir огород ishlarimizda. Bugun menimcha hammasi nima tezroq bitirib olsam, ish haqqimda ham shu narsalarni menga topshirib, ish haqqimni ham tezroq olaman. Xo'p, olamiz. Va nima? Nega bunchalik ko'p qishloqlar? Yo'q, qator. Bolalar tekshirib. Hozir mana buni tezlikka ekib olishda. Xo'sh, mana va mana bo'ldi. Hozir mana shu joyga ekib oldik. Endi hozir qo'yib chiqib turib, keyin tekshirgan boramiz. Nega? Hozir borib nimaligini so'rab ko'ramiz. Bu yerda ham. Yo, bolalar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Dirov, qalaysan? Yaxshimisan o'zing? Ha, yaxshi. Bolalar, aytda nima bo'lyapti, bilmaysizlarmi? Hayronmiz biz ham. Lekin bitta chetel aytdiki, agarda o'sha yerdagi lavali ko'lga narsa tashlasa, ertasi kuniga 2 barobar bo'lib qaytarkan. Nima? Hozir sizlar shunga ishondilaring-da. Biz unchalik ishonmay turibmiz-ku, lekin ana bu yerdagi chetellar juda ham ishongan. Yo'q, xatordi. Mayli, men hozir borib tekshirib kelaman. Bolalar. Jitar, qalaysan? Yaxshimisan? Dirov, navbatga tur. O'zing navbatingni kut. Hamma bu yerda navbatda turibdi. Hop, men hali hech nima deganim yo'q. Men shunchaki so'ragan kelgan edim. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Nima u? Qanday lavali ko'l? Xullas, Dirov, bu yerdagi lavali ko'lga agarda biror deba tashlasang, ertasiga 2 barobar bo'lib qaytadi. Shu yerga qaytib berishadi. Nima? Ishonyapsizlar-da? Lavada yo'q bo'lib ketadi-ku narsalaring. Qanday 2 barobar bo'lib qaytishi mumkin? Bilmadim, menga bir g'alati kiygan qishloqqa aytdi. Nima? G'alati kiygan qishloqi? U bizning qishlog'imizda yashaydimi? Bilmasam, birinchi marta ko'rdim, lekin yaxshi bolaga o'xshaydi. Aytib, hamma narsani yaxshi qilib berdi. Aldab ketmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, mana bu. Dirov, navbatga tur. Voy, o'zingni bos, men shunchaki borib ko'rib kelaman, xolos, hech nima tashlamayman, qo'rqma, Ha, unda mayli. Ha, muncha menga bunday qaraysizlar, Hech nima qilmayman, qo'rqmanglar, navbatga turaman. Sen birinchidamisan? Ha, hozir nima tashlashni o'ylab turibman. Maslahat tashlama. Serishlik bo'lmasa. Yana bu taxtacha nima? Bir nima yozilgan ekan. O'zi bossak maylimi? Shunchaki o'qib ko'raman, xolos, hech nima qilmayman, qo'rqmanglar. Bu yerga tashlangan narsang ertaga 2 barobar bo'lib qaytadi. Ishonyapsizlar-da mana shunga? Ishondilaringmi? Bolalar, shunchalik ulug'misizlar-a? Dirov,
Biz o'zimiz bo'lib o'zimizni ishimizni qilib yuribmiz. Seni bu va shu bo'lmasa, Ha, har doim shunaqa deysizlar, lekin boshlaring baloga qoladi lekin. Qaranglar o'zlaring. Xo'p, mayli men ketdim bo'lmasam. Yo'q, bolalar ko'rdilaringmi? Do'stlar, shunchalik ahmoq bo'lish mumkinmi, ey? To'g'ri, men tekshirib ko'rishim kerak hozir. Mana bu yerdan aylanib o'tamiz. Yo, oldimga biron nima kerak emas. Hop. Nima bo'lishi mumkin yo'q bu? Tosh. Yerda toshlar paydo nima qiladi? Mashina g'alati kelgan. Nima? Yo, bu sayohatchi. Yana tosh. Nima? Nima bo'ldi bu bolalar? Eslolmayman buni javoborligini. Kimdir ataylab qazibdi buni. Hozir boramiz. Sekin bolalar, faqat sekin. Kimdir bo'lsa, hozir boshimiz baloga qolmasa bo'ldi endi. Hozir. Kim? Yo'q. Kimga bunchalik ko'p tunnel kerak bo'ladi? Va nega kerak bo'ladi? ha. Bunday ulug' shitinlarni umrimda ko'rmagan edim. Birgina gapimga ishonib ketishdi. Endi ularning barcha boyliklari meniki bo'ladi. Ha. Hech kim meni topa olmaydi. Nima? Nimani ovozi edi? To'xtanglarchi. Yana tunnel davom etyapti. Hop. Va bu lavan tagimi? Bu varonkalar. Tushundim. Bu bu mashinaning jitelak. Qanday qishloqlar ishongan bo'lishi mumkin? Hozir tezda politsiyaga ham telefon qilib chaqirish kerak, buni olib ketish kerak. Bo'lmasa hozir jitellarning barcha pulini o'marib ketadi. Qanday qilib ishonish mumkin ha bunday gaplarga? Qanday? Bolalar, o'zlaring o'ylab ko'ringlar, qanday? Bu axir lavaga tashlasa 2 barobar bo'lib qaytadi. Qanday gap endi bu? Ishonsa bo'ladi bolalar, ishongan bo'larlaring. Hozir men telefon qilib aytib qo'ysam bo'ldi. Hop, mana bu. Qo'yib yuboringlar meni. Meni aybim yo'q. Hech nimada aybim yo'q. Ha, aybing yo'q albatta. Seni hech qanday aybing yo'q. Aybim yo'q deydim-a? O'zing shuncha narsani qurib bizni ham aldab ketding-ku. Siz e'tibor bermay qo'yavering. Bundaqalarni ko'pini ko'rganmiz. U bir necha qishloqni o'marib ketgan ekan. Siz bizga buni tutib berdingiz. Bu ishingiz uchun katta rahmat. Ha, arzimaydi. O'z shu qishlog'ingizdagi odamlarni bu xabardan boxabar qiling. Ular bunga ishongan bo'lsa, albatta o'z pullarini qaytarib olishlari mumkin. Albatta aytib qo'yaman, hozir qaytarib olishadi o'zlari. Qancha narsa tashlagan bo'lsa, o'shalarni. Men unda ketdim. Biz bu bilan shug'ullanishga davom etamiz. Mayli. Qaranglar, qo'yib qochib ketmasin.
Voy qishloqlar, qanchalik ahmoqsizlar-a. Bu axir hiyla bo'lgan ekan, mashinnikning. Yana ishonib yurmanglar, bo'ldi, uylaringga ketaveringlar. Bu hiyla ekan, xullas mashinnik sizlarni aldab yurgan ekan, Sizlar ishonib yuribsizlar. Nima? Qanday qilib? Qanday qilib, ey? Rudrab, biz bu yerga qanchalik ko'p dars tashlaganimizni bilasanmi? Yo'q, bilmayman, chunki sizlar tashlagansizlar, menga nima savol beryapsizlar? Xullas qo'rqmanglar, sizlarning pullaring qaytarib berilar ekan. Shuning uchun xavotir olmasliklaring mumkin. O, Rudrab, rahmat senga. Biz senga boshida ishonmagan edik, uzr. Voy, qanchalik ahmoqmiz a. Aha, endi bildilaringmi? Har doim shunday qilasizlar. Mayli, unda. Bolalar, qanchalik ishonganlarini qaranglar-da. Xo'sh, bolalar, bo'lmasa bugungi videoni tugatish vaqti ham keldi. Sizlar bilan Rudrab bo'ldi. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.